Biz vafot etsak, bizdan birinchi olinadigan narsalar nimaligini bilasizmi? Birinchisi bizni kiyimlarimizni yechib olishadi. Taqinchoqlarimiz, soatlarimizni yechib qo'yishadi. Keyingi bizdan olinadigan narsa bizning nomimiz, ismimiz. Biz o'lishimiz bilan bizni nomimiz bilan chaqirishmaydi. Mayitni olib kelinglar, mayitni yuvinglar, falonchini olib kelinglar, falonchini yuvinglar, falonchi hoji akani deyishmaydi. Mayitni o'raylar, mayitni qabrga qo'yinglar. Janoza deb nomlanadi. Mayit deb nomlanamiz. Nomimiz ham ishlatilmaydi. O'lgan zahotimiz nomimiz o'chadi. Kiyib yurgan kiyimimizni ham olib keta olmaymiz u dunyoga. Butun umr to'plagan mollarimiz bo'lib beriladi. Qurgan uylarimizda boshqalar yashaydi. Biz olib ketadigan yagona narsa solih amallarimiz. Imom Termiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Aksiru zikra hadimil lazzat, ya'ni al-maut." Lazzatlarni yo'q qiluvchi narsani ko'proq eslanglar, ya'ni o'limni ko'proq eslanglar dedilar. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Estaizu billah, kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilayna turja'un." Har bir jon o'limni totajakdir, so'ngra bizgagina qaytarilasizlar.